O'qiyotgan o'quvchilarim 95% aytishadiki, SME mutaxassis bo'lmoqchiman yoki targetologman, bloger bo'lmoqchiman, lekin nimadan ishni boshlashni bilmayman deb aytishadi. Har doim birinchi o'zingizning qarindoshlaringizdan ishni boshlang deyman. Tanishlaringizmi, kimi bo'lsa ham qanaqadir biznesi bo'ladi Instagramda. Ana o'sha Instagramni o'zim qilib beraman, kelishgan holatda profilni yozib berishingiz kerak bo'ladi. Eng avvalambor uni do holatini olishingiz kerak bo'ladi. Do post holat обязательно bizga kerak bo'ladi. Va sizda sekin-sekin portfoliolar yig'ilishni boshlaydi. Ya'ni siz Telegram kanal ochib olib o'zingiz uchun alohida portfolio qilib olishingiz kerak. Ya'ni qilayotgan ish jarayonlaringizni, do holati qanaqa edi, post holati qanaqa edi. Shularni hammasini o'zingiz qo'yib borasiz. Mobil bo'ladigan bo'lsangiz, bez montaj qilinayotgan variant, keyingi montaj qilingan variantlarni olib ham portfolioga yig'ib olsangiz bo'ladi. Sizga keyin keladigan mijozingizga kelishiga yordam beradi. Agarda sizda ham shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, Instagram umuman bilmayotgan bo'lib, lekin boshqalarning listini kuzatib o'tirgan bo'lsangiz va nimadan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, sizlarga maslahat beraman. Hoziroq Instagramni o'rganing, chunki bu sizga millionlab pul olib kelishga yordam beradi. Professional darajada o'rganib, natijaga albatta erishasiz.